أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سورة الشمس مكية وآياتها 15 مكية وآياتها 15 yani Şems suresi Mekke'ye tava 15 ayet. Bu surumu ilgirki surlarga o'xshash, ya'ni yaxshilik, yomonlik, inson masalasi, din masalasi, to'g'ri yo'l, xato yo'l, ozg'unlik masalasi, dunyodagi to'g'ri yo'lni mang'illar bilan to'g'ri yo'lni adashganlarninki oqibatdagi masalasi, Allohning avatgan payg'ambarlarini inkor qilganlarninki duch keladigan azap meselesi şu qatorliq meselelerni o'z ichiga olgan. Abdur suraning 5-ida muqaddim sifatida da'vatida baynadagi suratu Shams Makkiya va qad tanawalat mawdu'ayn ithnayn va huma. Yani Shams surasi Makkiya bo'lib, ikki temani o'z ichiga olgan. O ikki so'zimi birisi insani nefsinin temisi, insani ruh temisi ve Allah şu insani ruhunu yaratgan yaxshilik, yomonlik, to'g'ri yo'l va xato yo'l din iborat xarakter meselesi. İkincisi Samud qavmida gavdlangan ifodalanayotgan tug'yon, hadidin esh meselesi ki bula tugini bo'g'izlayapti, Alloh ularni halok qilib vayron qilyapti. Bu bir tema, suradagi asos tema. Şuradan ayet boyunca bölünüş temalarga qarasak, ibtada'atus suratul kerime bil qasam bi sab'ati ashya min mahluqatillahi azza ve celle. Sura kerime Allah azza ve celle'nin mahluqatlaridan 7 narsa bilan qasam qilish orqali boshlanadi. Masalan, fa aqsamallohu ta'ala bish-shamsi wa daw'iha sati'a. Allah quyosh va quyoshning nurliq yoruq bilen çaqnab turadigan yoruq nuru bilen qasam qildi. Ay ve iza aqabaha şu ay quyoshga egishgan vaqtidagi ay bilan qasam qildi, ay chiqayotgan vaqtida. Ondan keyin kunduz bilan qasam qildi, bütün etrafını yoritib echilgan vaqtdagi, ya'ni kechining zulmati şu kunduzning yoruq nur bilan echilgan vaqtdagi kunduz bilan qasam qildi. Va billayli kecha bilan qasam qildi, koinotni o'z qorong'uligi bilan yo'g'gan vaqtdagi kecha bilan qasam qildi. Ondan keyin osmonni to'ruksiz, osmon qurilishini puxta yaratgan, zaminni qatqan suvning ustiga yaygan, zaminni qatqan suvning ustiga osmonni to'ruksiz osmonning qurilishini puxta qilgan zot bilan qasam qildi. Undan keyin va bil ardi allazi basataha ala ma jamat, yani qattiq suvning ustiga, yani to'ng'ilgan suvning ustiga yaygan zamin bilan qana qildi, qasam qildi. Ondan keyin Allah uni mukammal yaratgan, fazilat kamalotlar bilan zinatlagan inson ruhi bilan qasam qildi. Allah mush ishlar bilan nimaga qasam qilsa, bir masalani bizga deb berish uchun qasam qildi. U o'zimi insonning Allohdan qo'rqsa, Allah'tan qo'rqib deganni qilsa nijot topadiganligi, qutulib qoladiganligiga qasam qildi. Agar inson haddidan eshib qarshi chiqsa, insonning shaqi bo'lib qoladiganligi, ziyon tortadiganligiga qasam qildi. Mushu ish bosh narsa emas. Ya'ni shuncha buyuk, katta, cho'ng narsalardan qasam qilib deydigan gapi nima bo'lsa, mushu. Buningga biz diqqat qilmaganimizda, cho'chimaganimizda haqiqatan biz şu azaplarga, şu oqibatlarga haqli bo'lib qolgan bo'lamiz. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo Salih alayhissalomning qavmi Samudning qissasini tilga oldi. Bular o'z payg'ambarini inkor qildi, zaminda haddan eshib zulm qildi. Alloh qattiq toshdan, jonsiz toshdan yaratgan
tөгünü özünün Resulü sallallahu aleyhi ve sellem möcüz qıp yaratıp bergen tөгünü boğuzlatdı. Ve ma kana min emrihi lakihimul fadi allati baqa ibratan lima yu'tab. Şunu olan ibrat Allah ibrat şekilde qap qalğan ularning echinishli qala qilish meselesini yüz bergen işler oldu. Bularning hammasi bu Allah'ın Resulü inkar qılğan fajir kafir her qanday kafir bir namune. Sen inkar qilsa aqıbetin maştağılıdı degan bir şekildeki misal. Ve qad khutimat as-suratul kerime. Sure kerime şu mazmun bilan oxirlashdiki Allah subhanahu ve taala ularni halak qilish, yoki vayron qilish aqibati Allah taala hech kim tarafidan qarşılık. Hech kim onunğa sen nimish qunda qilsa, nimish halak qilsa deb qarşılık qilmaydi. Çünkü Allah'ның bir sübti la yus'al ve ma yef'al ve hum yus'alun. Allah özünün qilgan ishidan so'ralmaydi. Bu yuqoridagilar sura haqida oldin Abdur bizga bergan suraning mazmunlari haqidagi ma'lumotlar va suraning temalari. Endi biz tafsirini boshlashdan ilgari suradagi bir qism so'zliklarning ma'nosini bilib o'tayli. Duha degani, ya'ni duha asli lug'at ma'noda ching tushni deymiz. Ya'ni quyosh ko'tarilib toza nuri chaqnagan bir vaqt bo'ladi. Chashqa vaqtini deb qo'yamiz. Shu vaqtni duha deb qo'ydi. Miyada dawuha, ya'ni duha va layl iza saja degan surudum shu. Miyada va shams va duhaha degi duhaha quyoshning nuridan qasam degan ma'noda. Duha quyoshninki kunning avvaliga tushdan burun kütürilgen vaqtini duha deydi, chashqa vaqt deymiz. Buni Imom Mubarrad davomida duha dahhadan chiqarilgan bo'lib, quyoshning nuri degan ma'noda. Tahaha degani yaydi, kengaydi degan ma'noda. Javhariy davomida zaminning tahva bo'lishi, dahva bo'lishi. Bir oyatda dahaha deb bo'lgan tahaha ishkalisi bastatu, ya'ni zaminning kengaytirilmasini ifodalaydi. Dassaha degani maxfiy qil degan ma'noda. So'zning asli ma'nosi dassasa, ya'ni dessese şekilde şairlik kökü desse'den çıkıyordu. Fa'ala babından dessese çıkıyordu. Dessese'deki ikincisini alifqa yengillik üçün özgertilgendeydi. Sözünün ma'nosini izlekçi olsak, desse yadussu yoki dessese yudassisu'dan izlesek buludu. Demdeme degani bir narsa ustiga ko'mtirish, kiygizish degan ma'noda. Demdeme alayhimul qabru desa qabrini ustiga dum ko'mtirvati degan ma'no. Ya'ni qabrini shu ustiga quyvas adbaqahu. Bu yerdagi murod azobni ularning ustiga tushirish, ya'ni ularni tipiltizini quritish orqali qiladi. Odatda adbaqa degan iborat ishlatdik. Bu yerda nima desa, azob ularning qechish fursati, qutulish fursati bermay ustiga gupday xuddi qozonga tuvoq shunda yetilsa ichidan hech nima chiqmagandek bir xil tasvirlar ifodalayotdi. Uqbaha degani aqibatuhu tabiatuha, yani keyingi aqibati, ergashmalari degan ma'noda. Va shams va duhaha, ya'ni tafsirga keldik. Quyosh bilan qasam, quyoshning nuri bilan qasam. Ya'ni quyosh bilan va uning nurliq chaqnab turgan nuri bilan qasam qilaman. Zamin, koinot nurlanib, qorong'ulik tarqagan vaqtdagi deydi. Wal qamari idza talaha, ya'ni oy bilan qasam qilamanki, nur chechib paqrab chiqsa. Endi va quyosh patqandan keyin chiqib ergishib kelsa. Odatda oy bilan quyoshning harakatini bilan birimiz kunduzi quyosh chiqadi, oqshimi quyosh petishiga oy ergishib keladi. Odatda normalda oyning o'zi nursiz yulduz deb qaraladi. Oydan bizga ko'rinayotgan yulduz quyoshdan qaytgan yulduz deb tushunamiz biz odatda. Mufassirlar davomida shu oyning avvalgi yarmini bo'lgan ahvol, quyosh patsa uningga oy yoruqlikda ergishib keladi. Yurutishda uning izbosari bo'ladi. Ana shu o'rinda quyosh bilan qasam qilishni hikmatiga kelsak, dunyo quyosh patqa vaqtida o'likka o'xshaydi insonlarning. Quyosh shunda chiqsa, tong otsa, quyosh chiqsa, va idza zahara subh, tong otsa va baziqatish shams, quyosh o'tirg'i chiqsa, dabbat fihil hayot. Zaminda, ya'ni kishilarning ichida hayotlik qaytadan jonlanadi. O'liklarning hammasi tiriladi, ular o'zlarining ishlashini taqaydi. Masalan, o'yg'ongan vaqtida mana bu holat dal qiyomatning ahvoliga o'xshaydi. Va duha degani ya'ni jannat ahlining shu qiyomatda jannat ahlining muqimlashganligiga o'xshaydi. Quyosh, oy deganlar insonning manfaatini yaratilgan maxluqlar. Bu ishkisidan qasam qilish dal bu ishkisidagi buyuk manfaatlarga eskartish uchun Allah cho'ng bilib qasam qilyapti bularni. Allah cho'ng bilib qasam qildi degan gap o'ylansa degan chiqib degan gap shuni o'xshaydi. Ya'ni insonlarning ustidan intayin muhim degan bir hukm. Va nahar iza jallaha, ya'ni kunduz bilan qasam qilma
özünün yoruq bilen keçinin zulmetini yurutup ötken, taqatqan vaqtidagi ve onun özünün nuru bilen eçip ötken vaqtidagi gündüzlen qasam qilib İbn Kesir davatıdı İza jallal basita ve ada'al kawn bi nurihi. Yani şunda yayılsa, zaman boşunda nurlan yurutsa kainatın özünün nuru bilen yurutudu deydi. Vel leyli iza yaghshaha ve yögen vaqtidagi keçilen qasam, yani keçilen qasam qilma kainatni, dunyoni o'zining zulmati bilan yögen vaqti bilan, o'zining soyasi bilan yögen vaqti bilan qasam qilma. Gündüz zaminni yuritudu, aşkarlaydı, oturgach. Kecha onu yögep yugattiha degan yo'gash, yasturha degan mishkilasi yo'gash degan ma'noda. İmam Savoy davoda bu o'rinda ishkilisida yaghshaha fil mudari akilishi g'ashiyaha demedi, yaghshaha deb aytildi. Oldingi oyatlarda va duha iza talaha iza jallaha deb yaghshaha deb akilishi faqat oyatlardagi faslga rioya qilish uchun. Was-samai va ma banaha, ya'ni osmon bilan qasam ve onu qurgan zat bilan qasam. Yani osmonni qurgan büyük zat bilan qasam, onun qurilishini puxta qilgan turksiz büyük zat bilan qasam. Fa alhamaha ma demdim ve ma banaha degan ma'ni manmanistilib biz uni Allohning iroda qildik. Dalil onun keyindeki tövendeki oyatning daliliga tayinamiz. Fa alhamaha fujuraha ve taqwaha da alhamadaki damir Allah lafzul jalaliga qaytadi. Shu nuqtadan ve ma banaha degan ma'ni manmanistilib Allah iroda qildi. Xuddi bu oyatda degandeki, yani osmonni qurgan aholi büyük qadir olgan zat degandek. Fadalla binauha ve ihkamuha ala wujudihi. Bu osmonninki qurilishi, puxtaliqi Allohning borligiga isbotlaydi. Qudratining mukammalligiga isbotlaydi. Val ardi ve ma tahaha, zamin bilan qasam qilma ve zaminni har tarafdan yaygan zat bilan qasam qilma. Uni kengri, mumahhadligini hozirlangan, inson hayvonning turishi uchun loyiq shaklda qilgan zat bilan qasam. Bu alaqa zaminni yaydi, tuzlidi degan gap zaminning yumaloqligi qilganmi? La yunafi karaviyati degan zamin yumaloq, lekin bu yerda tuz davotdi. Yani zaminning yumaloqligini ham o'ylan bilamiz, ham tuzligini ham o'ylan bilamiz. Yani bu yumaloqlikqa bizning yashashimiz, o'ltiroqlashishimiz, safar qilishimiz va boshqa ishlarni qilishimiz faqat ta'sir etkazmaydi. Lekin bizga tuyg'urishda, biz normal yashashda tuzga yashaganda yashayveramiz. Bu nuqta. Bu pasalada atıdı çünkü ayettin maksat zaminninki kengri, mumtadda deganmi kengri, vasiya degan kengri qilishlan zaminni bizga yaxshilikni ifodalash. Mana masalan bu zaman kengri shaklda ziroatga, dehqonchilikka qulay, insonning turishiga qulay shaklda qilingan emasmi? Va nafsi va ma sawaha, va inson nafsidan qasam qilaman, shuni paydo qilgan, insha'a paydo qilgan, abda'an paydo qilgan va shuning mukammalligiga hozirlangan qilgan zot bilan qasam. Shu qanday mukammal umdu inson desa, uning a'zolarining hammani öz joyida, bir ta'dil degan öz joyida qilish orqali oshkor yushun kuch quvvatini unga bildirish orqali uni tam to'liq shaklda qilishdan iborat. Min tamomi tasvir etilgan gap insonning qad-qomatini normal barabar holatiga, yani inson normal unulan yaşaydigan holatga mushuning mukammalligining birisi Alloh u insonga shuning bilan yaxshilik yomonlikni o'rtasida farqlantiradigan, taqvo bilan fujurni o'rtasida farqlantiradigan bir aql berganligining o'zi mushu savvahaning ifodasi. Savva degani bir narsa hamma narsani tal qilsa savva bo'ladi. Masalan, men bir ishxonadan birini hozirlab, bu ishxonada kitob o'qiydigan, o'rganadigan, aram oladigan, choy ichadigan, ish qilib lozimlik narsaning hammani tal qilsam savva bo'ladi. Inson Alloh savva qilgan, yani savvaha fasawwaha va nafsi va ma sawa, yani insonni yaratdi, insonga ketarlik barliq narsalarni tal qildi. Mayli moddiy, mayli ma'naviy, yani jismiy yoki ruhiy taraflarni hamma narsani tal qildi. Bu zot bilan qasam deydi. Falhamaha fujuraha va taqwaha. Yani Allah o kishiga, shu insonga fujurni, taqvolikni uni bildirdi. Şunu bilan to'g'risini xatosidan o'tirni ayiradigan, to'g'risidan xatosini o'tirni ayiradigan narsalarni uningga berdi. Ibn Abbos aytadi, ya'ni shu insonga Alloh yaxshilik yomonlikni bayon qildi, taat ma'siyatni bayon qildi, uningga qachon bir ishni qilish, qachon bir ishdan saqlanish buni o'rgatdi, ko'rsatdi, tunishtirdi. Deb mana deydi. Mufassirlar aytadi, Alloh subhanahu va taolo 7 narsadan qasam qildi. Quyosh bilan, oy bilan, kecha bilan, kunduz bilan, osmon bilan, zamin bilan, inson bilan, nafsul bashariy inson bilan qasam qildi. Nimishqa bular
Ularning mertebesinin büyüklükünü oturup çıkışın. Üzerine addi nesi emas bu dünyada. Sen işki futbolundan vatsa, canın var, toğulursa, ölürse, etrafındaki hayvanların farkında oylamasın o vazifen var nesi sen mazımında. Başka ad işe koykalığı okşmayız senin işin. Ulanın vazifesi yok. Ula fakat menfaat için yaratılgan nesi. Senin vazifen var ki dünyada. Degende insanın mertebesini kötürüş yani. Ve insanın ki bu bir. İzharen li azamet kudreti ki Allah özünün kudretinin büyüklükünü aşkarlaşmış şu nesle arkalı, kasam kılıç arkalı. Ve özünün ki ilahiyetle yalğızlığını ifadeleş ve az şeylerinin menfaatinin köplüğüne işaret kılış, menfaatinin büyüklüğüne işaret kılış ve çokum şu neslerinin yaratkusu var. Onun hareket sekinatlarını uğurlaştırıcı ve ikelliğine işaret kılış. Yüzsüdün şu neslerden kasam kıldı davatıdı. İmam Fahri davatıdı. Quyosh biz ko'rayotgan hissi narsalarning eng buyuk o'g'achqa Allah subhanahu va taolo uni buyuklikka dalolat qiladigan 4 sifat bilan tilga oldi. Undan keyin Alloh taolo o'zining muqaddas zotini tilga oldi, uni sifatladi. Ya'ni 3 sifat bilan nimishqa aql deydi. Allohning ulug'ligi, buyukligini bilish orqali bilish nasibasiga erishsin. Yani Allah'a layık ravishda. Şu del aqlni mahsusat dünyasının en tüven qalimidan Allah'ın büyüklüğününki yuqur pallasining dalasıga başlap chiqish uchun, tartib akilish uchun shunday qilgan deydi. Qad aflaha man zaka ma'muna yuqoridagi bütün qasamlarning kelimasi javobi. Yani Allah nim demakchi yuqorida shuncha narsalar bilan qasam qilib desa, bir qiz gapni demakchiki qad aflaha man zakkaha. Dünyada to'g'ri yo'lda mang'an, o'zini pokiz tutgan, ish izlarini to'g'ri joyda qilganlar nijot topdi deb mushunga qasam qilyotdi. Ya'ni ma'o qasamning javobi ya'ni o'zini Allohga itoat qilish bilan pok qilgan, ma'siyat gunohlarning kirlaridan, qasmoqlaridan pokizlagan kishilar nijot topdi. Va qad khaba man dassaha, ya'ni o'zini kufr ma'siyat bilan tövenge çügüzgen kişiler ziyan tatip veyran bulundu. Ve özüne halakat orulur keltirdiğanlar veyran bulundu. Çünkü kandak adam özünün hayışığı itaat kılsa, men tava'a havahu ve asqa emre mevlahu özünün mevlayının işiğasilik kılsa, bu akıllıklarının katarıdın fakat ne kasa yine akıllıklarının sanlarından çıkıp kalkan buludu bu. Bu 4 nadalarının kadar kuşlap kalkan buludu. Allah subhanahu wa ta'ala hadidin eşe zulüm kalak bir misal keltirdi. Yani üzüne küfrünün, asilikinin kirisinin pakılmakalak bir misal keltirdi diye ki ve Semud nıtıl kaldı. Salih aleyhisselam'dan kavmi. Dedi ki kezzebet Semudu bitaqvaha. Yani Semud üzünün peygamberini hadidin aşkılık sahibilik inkar kıldı. İzin ba'atha aşqaha. Yani bu şu Semud'un en şakisi, en natır adamı badi. Yani kavminin en aşqası nayetsizlik bilen, aktiflik bilen bir tügünü bozma etti. İbn Kesir'de de bunun ismi Qaddar ibn Salih ki Allah bu hakta فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَادَ فَأَقَرْ deb ular anı çaqırıp ekilip ötüre anı deplam. Ama her deplam bir deplam ötürüp ötken ahvalını ayette bayan kılıdı. Yani bu adam kavminin içinde nayet aziz, ulug' adam idi. Ularning içinde başka itaat qilgudak bir rahbar derecalik adam idi. Qabilingizga eng nachar, ashqa degan ish, eng shaqiy adam idi. Faqala lahum Rasulullah, yani ularga Allohning Rasuli Salih alayhisalom dedi ki: "Naqatallohi va suqyaha." Yani Allah'ın tügüsünü koy buldu, çakılma anınga, onun içimlikini koy çakılma. Yani Allah'ın tügüske bir yamanlık olan tügüp biriştin saklan. Onu suğuruştun, çekleştin saklan. Yani onun içimlikini çekleştin, onun sudun alıdığın nesibisini çekleştin saklan. Yani şuna kadar dedi ki leha şirbun ve lekum şirbun yevm ma'lum. Şirbu yevm ma'lum. Yani bir ayette ulağa taksim kılıngan iş günü, tügü taksim kılıngan iş günü. Bunun bir Allah tarafından ulağa imtihan yüzünü koyulgan bir agahlandırış içerlikini esetken ayetler var. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. Bunlar özünün Peygamberi Salih Aleyhisselam'ı inkar kıldı, tügünü ötedi, agahlandırışı qarmadı. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Yani Allah ularning Rabbi ularga gunohi sabablik ularni vayronlam qildi, dumlam qildi degan ma'noda. Yani Allah ularni va halok qildi. Ularning bosh oxir hammasini vayron qildi, gunohi adin ashqal qilib berdi. Tafsir Hazim davodi damdama degan tüp yildizni halok qilish. Ma'na ular g'azabni ash dallam chuguzligini bir sinqish qutlanmadi. Atbaqa degan dal chuguzdi. Ulardan hech kishi falam yanfarid qutlanmadi. Fasawwaha ki hammaga barabar. Çünkü u yerda ba'zi men qilgan deydigan ish yo'q. Bir odamningki o'zi xatolik qilmagan taqdirda qilganlarni tusash
yaxshilik qilib buyurish vazif usuludir. Bular buni qilmag'achqa bu o'xshash shirik edi. Qarab turganlar bo'ladi, rozi bo'lganlar bo'ladi, hammasi o'xshash. Ya'ni qabilni o'tirdi, azobda o'xshash barobar qildi. Ulardan hech kishi qutlanmadi, kichiga cho'ng. Bayaka namrat wala yaxafuqbaha. Ya'ni Alloh ularni halok qilgan vayron qilganlikni aqotini qo'ymaydi Alloh. Nima ish qo'ydi Alloh? Dunyodagi podsho va boshlar o'zi qilgan ishni aqotini qo'ygan. Chunki Alloh subhanahu va taolo la yusalu amma yafal. Allohning bu bir sifati. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.